Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya qatnashchilar. Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 29-dekabr kuni xalqimizga qilgan murojaatlarida 2021-yilni yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb nomlangan. Yurtimizda barcha sohalarga e'tibor qaratgan bo'lsak, barcha soha va tarmoqlarda tubdan yangilanish, modernizatsiya bo'yicha doimiy tinimsiz izlanishlar, sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Biron bir yo'nalish yoki tarmoq yo'qki, xalqimiz hayotini yaxshilashga qaratilmagan. Keng qamrovli o'sha islohotlar yo'q, xalqimizning manfaatiga xizmat qilmagan. Innovatsion va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, sanoatga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, qulay investitsion muhitni yaratish yo'lida yangi imkoniyatlar paydo bo'lmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini xabariga ko'ra, jahon pandemiyasi hali davom etadi. Va buni bugun dunyoning ijtimoiy muammolari kuchayishi ham aynan shu pandemiyaga sabab bo'lmoqda. Bundan keyin dunyoda ijtimoiy-iqtisodiy manzarasini o'zgarishini ham kuzatib bormoqdamiz. Mana shunday sharoitda kuchli va samarali boshqaruv tizimiga ega bo'lgan davlatlar bu kurashda yengib chiqishga qodir bo'ladi. Yurtboshimiz boshchiligida xalqimizni o'z tanlagan taraqqiyot va yuksalish yo'lida og'ishmay oldinga intilib borayotganligi, biz tanlagan insonparvar, tinchliksevar siyosiy yo'lni to'g'riligini jahon hamjamiyati tan olmoqda. Bunday baho barchamizga cheksiz g'urur va iftixor va kuch bag'ishlaydi. Yangi marralar sari olg'a qadam tashlashga ruhlantiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining o'z lavozimlariga hurmatli Prezidentimizni kirishgan vaqtlarida o'sha bag'ishlangan tantanali yig'ilishda shunday degan edi. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning yangi bosqichiga, ya'ni harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi sari belgilab olingan ustuvor vazifalar va yo'nalishlarni amalga oshirishda eng oliy qadriyat hisoblangan inson qadrini yuksaltirish va bu yo'nalishda inson qadri uchun shiori ostida muhim vazifalarni amalga oshirishni belgilab berganliklari har birimizni yuksak marralarni ko'zlagan holatda yurt taraqqiyoti va rivojiga munosib hissa qo'shmoqlikka chorlaydi. Xususan Prezidentimiz butun O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarni, islohotlarni hammasida yurtboshimiz turibdilar. Mana hozirgi kunlarga e'tibor bersak, yurtimizning qaysi burchagiga borsangiz, hamma sohada o'zgarishlar, obodonlashtirish, qurilish ishlari, ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshirilyapti. Bizning tumanimiz ham 2020-yil 8-avgustdagi Prezidentimizning 2020-2021 yillarda Farg'ona viloyati So'x tumanining kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlar to'g'risidagi yurtboshimizning 4798 sonli tarixiy qarori asosida bu yilda bir qator ishlarni amalga oshirdik. Ushbu qaror tumanimiz aholisi uchun katta ko'mak, cheksiz e'tibor, yillar davomida to'planib qolgan muammolarni yechimini topishga asosiy turtki bo'ldi. Binobarin necha yillar, asrlar osha ko'hna tarix isbotlagan haqiqat shuki, inson o'zini anglash uchun avvalo shaxs sifatida ozod yashash kerak. Bu ozodlikning mazmuni ezgulikka intilish, mezoni insonlarga naf keltirish, maqsadi o'z xalqi va vatani uchun sinovlarga dosh berish demakdir. Jonajon O'zbekistonimiz yangi O'zbekistonda yangicha dunyoqarash shiori ostida oldinga qadam qo'ymoqda. Prezidentimizning buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz degan so'zlari amalda o'z isbotini topmoqda. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, hurmatli deputatlar, So'x tumani O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi rayosatining qarori bilan 27-fevral 1990-yilda tashkil topgan.
umumiy yer maydoni 221 kilometr kvadratni va hozirgi kunda doimiy aholi yashash soni, aholi soni 80.198 nafarni tashkil etadi. Endi 2021-yil mobaynida So'x tumanimizda amalga oshirilayotgan ishlarni shu yo'nalishlar bo'yicha sizlarga men tahlil qilib bersam. Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar va iqtisodiyot yo'nalishlari bo'yicha tumanimizda oxirgi 5 yil davomida salmoqli yutuqlarga erishildi. Jumladan birgina makroiqtisodiy ko'rsatkichlar yo'nalishida oxirgi 4 yilda sezilarli ishlar amalga oshirildi. Sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish 2021-yilning o'tgan davrida 74.8 milliard so'mni tashkil etib, 2017-yilda 28.8 milliard so'm edi. 2.6 barobarga oshdi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari 361.9 milliard so'mni tashkil etib, 2017-yilga nisbatan 2.2 marotaba kapital qo'yilma 185.8 milliard so'mni tashkil etib, 2017-yilga nisbatan 5.2 marotaba pudrat ishlari 115 milliardni tashkil etib, 2017-yilga nisbatan 2.7 barobarga jami aholiga pulli xizmat ko'rsatish 196.1 milliard so'm tashkil etdi. 2017-yilga nisbatan 3.1 marotabaga oshishga erishildi. Savdo xizmati 178.6 milliard so'mni tashkil etib, 2017-yilga nisbatan 1.2 marotaba oshganligi tumanimizga o'tgan yillarga nisbatan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar oshib borishini dalolatdir. Lekin amalga oshirilgan ishlar bilan biz mahliyo bo'lib, oldimizda turgan ishlarni unutib qo'ymasligimiz kerak. Bu sohalarda qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Shuning uchun 2022-yil davomida bu ishlarni yana jadallashtirish bo'yicha yo'l xaritalari asosida ishlar amalga oshiriladi. Joriy yilning o'tgan davrida tuman aholisi jon boshiga nisbatan sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish 1.387.9 ming so'mni, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish 5.981.9 ming so'mni, jami xizmatlar 2.844 ming so'mni va qurilish ishlari hajmi 1.748.5 million so'mni tashkil etadi. 2021-yil byudjet daromadlariga 14 milliard 768 million so'm prognoz ko'rsatkichlari belgilangan edi. 2021-yilning 11 oylik uchun byudjet daromadlari jami 13 milliard 970 million so'm prognoz ko'rsatib belgilangan bo'lib, haqiqatda 16 milliard 70 million so'mga, ya'ni 115% ga bajarilishga erishildi. Mana rejamiz 13 prognoz 13 milliard 970 million. Hozir aytib o'tgandek 16 milliard 70 million so'mga shu bajarilib, ya'ni bu 115%ni tashkil etadi. Tijorat banklarining barcha moliyalashtirish manbalari hisobidan 1799 ta jismoniy va yuridik shaxslarga jami 43 milliard 761 million so'm kreditlar ajratildi. Shuningdek, kichik biznes subyektlari loyihalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun 83 ta tadbirkorlik subyektlariga 18 milliard 603 million so'm kreditlar yo'naltirildi. So'x tumanida oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida joriy yil mobaynida 1289 ta aholi va tadbirkorlik subyektlariga 29 milliard 917 million so'm kredit mablag'lari ajratilgan. Ushbu mablag'larning 19 milliard 194 milliard so'm miqdori jismoniy shaxslarga hamda 10 milliard 723 million so'm miqdori tadbirkorlik subyektlariga yo'naltirildi. İjtimoiy dasturlar doirasida kredit mablag'lari ustuvor ravishda temir daftar, yoshlar daftari va ayollar daftariga kiritilgan fuqarolar bandligini ta'minlash va tadbirkorlik faoliyatini
boshlash istagini bildirganlarga qaratildi. Kichik biznes va oilaviy tadbirkorlik, hunarmandchilik, kasanachilikni qo'llab-quvvatlash, shuningdek rivojlantirish, ma'no markazlar va mahalla guzarlarida aholini kasb-hunarga o'qitish, tadbirkorlikka jalb qilish natijalari bo'yicha tuman aholisini bandligini ta'minlash va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan ijtimoiy dasturlar doirasida hurmatli Prezidentimiz tomonidan oxirgi 3 yil davomida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni har taraflama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan 50 dan ortiq farmon va qarorlar qabul qilinganligi tadbirkorlik sohasidagi ko'plab muammolarni hal qilish imkonini berdi. Tadbirkorlik faoliyati uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratdi. Tadbirkorlikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash hisobiga 11 oyda 205 ta yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etildi. Joriy yilning 15-dekabr holatiga tumanda faoliyat ko'rsatgan tadbirkorlik subyektlari soni 1029 taga yetdi. Yangi ish o'rinlarini tashkil etish va haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilish orqali ishsizlik darajasi va norasmiy bandlar sonini kamaytirish natijalari yuzasidan quyidagi ishlar amalga oshirildi. So'x tumanida 2021 yil 1-dekabr holatiga aholi soni 80.198 tani tashkil qilib, bundan mehnat resurslari 41.532 ta, iqtisodiy faol aholilar soni 32.696 tani, jami band bo'lgan aholi soni 29.184 tani tashkil qiladi. Aholini band bo'lgan qismi asosan 9.660 tasi iqtisodiy yoki rasmiy sektorlarda, 12.604 tasi esa norasmiy sektorlarda, qolgan qismi o'rta hisobda 6.920 tasi respublikamizdan tashqariga ishlash uchun chiqib ketganliklarini tashkil etadi. Migrantlar tashkil etadi. Jami ish bilan ta'minlashga muhtoj bo'lgan 3785 tani tashkil qilib, bu iqtisodiy faol aholi sonining 11.5% tashkil qiladi. Iqtisodiy faol bo'lmagan aholi 8563 nafarni tashkil etadi. Biz nimalarga, raqamlarga e'tibor berishlarini qaraymiz. Hozirgi kunda 3785 ta iqtisodiy faol aholilarimizni ish bilan ta'minlashimiz kerak bo'lganlarda men sonlar deyapman. Bu juda ham katta salbiy ko'rsatkich hisoblanadi. 2021 yilda aholi bandligini ta'minlash va yangi ish o'rinlarini tashkil etish dasturiga asosan yil davomida ish o'rinlarini tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar belgilab olindi. 2021 yilda aholi bandligini ta'minlash va yangi ish o'rinlarini tashkil etish dasturi asosida yanvar-sentyabr oylarida 954 ta ish o'rinlari rejalashtirilgan edi. Amalda 1013 ta ish o'rinlari tashkil etildi va aholi bandligi ta'minlandi. Bu rejaga nisbatan 106.1% ni tashkil etadi. Aholi bandligiga ko'maklashish markaziga joriy yilda o'tgan davr mobaynida jami 3566 ta fuqarolar ish izlovchi sifatida murojaat qilib ro'yxatga olingan va shundan 1750 nafar ayollarni, 1710 nafarini yoshlar tashkil qilgan. Shulardan 1605 nafari doimiy ishlarga joylashtirildi. Ishga joylashtirilganlardan 794 nafar ayollarni, 997 nafari yoshlarni tashkil qiladi. 892 nafar fuqarolar kasbga o'qitish, qayta o'qitishga jalb qilindi. Kasbga o'qitishga jalb etilganlarning 654 nafarini ayollar, 440 nafarini yoshlar tashkil etadi. 151 nafar fuqarolarga ishsizlik nafaqasi tayinlangan. Ishsizlik nafaqasiga tayinlanganlardan 90 nafarini ayollar, 36 nafarini yoshlar tashkil etadi. 642 ta fuqarolar haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb etildi. Haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb etilganlardan 311 nafarini ayollar, 263 nafarini yoshlar tashkil qiladi.
243 nafar fuqarolarga bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi hisobidan subsidiyalar ajratildi. Shuningdek, shulardan 117 nafarini ayollarga va 81 nafarini yoshlarga taqsimlab subsidiya ajratib berildi. 42 nafar fuqarolar tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish uchun davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Bandlikka ko'maklashish markazi tomonidan. Tadbirkorlik qilishni xohlovchi ishsiz shaxslardan davlat ro'yxatidan o'tkazilganlardan 22 nafarini ayollar, 19 nafarini yoshlar tashkil qiladi. 114 nafar fuqarolar subsidiya hisobidan yengil konstruksiyali issiqxona va sug'orish vositalari bilan ta'minlandi. Shuningdek, 43 nafar ayollarimiz va 39 nafar yoshlarga issiqxona, yengil konstruksiyali issiqxonalar o'rnatish va sug'orish vositalari bilan ta'minlandi. Bandlik jamg'armasi hisobidan asbob-uskunalar berish hisobiga 37 nafar fuqarolarga subsidiya ajratilgan bo'lib, shulardan ayollar 23 nafarini, yoshlar 23 nafarini tashkil etadi. Asalarichilik ishlab chiqarish kooperatsiyasini tashkil qilinib, 50 nafar fuqarolarga subsidiya ajratildi. Buni Qushyoqda asalarichilik kooperatsiyasi tashkil qilindi. So'x tumanida o'sha birinchi marotaba asalarichilik kooperatsiyasi tashkil etib, 50 nafar fuqarolar jalb qilinib, shulardan 29 tasi ayollardi va 34 nafarini yoshlar tashkil etadi. Ularga davlatimiz tomonidan subsidiya berildi. Tikuvchilik yo'nalishida tumanda 3 ta ishlab chiqarish kooperatsiyalari tashkil qilingan bo'lib, ularda jami 90 nafar fuqarolar faoliyat olib bormoqda. Ushbu fuqarolarga jami bandlik jamg'armasi tomonidan 330,7 million so'm miqdorda subsidiya mablag'lari ajratilib berildi. 2021-yil tuman yoshlar daftariga kiritilgan 1036 nafar fuqarolarni doimiy ishga joylashtirildi. 36 nafar vaqtinchalik ishsiz nafaqasi tayinlandi. 486 nafariga qisqa muddatli kasb-hunarga jalb etildi. 81 nafar esa bandlik jamg'armasidan subsidiya ajratilib, bandligi ta'minlandi. Temir daftariga kiritilgan oilalar ularni qo'llab-quvvatlash va kambag'allikdan chiqarish bo'yicha ko'rilgan choralar natijasida saxovat va ko'mak umumxalq harakati doirasida ayollar, yoshlar daftarlarini shakllantirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar tumandagi muhtoj oilalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy yilning 11 oy davomida tumanda iqtisodiyotni jadal harakatga keltirish, tadbirkorlik faoliyatini yanada jonlantirish, temir daftarlarga kiritilgan oilalarni moddiy qo'llab-quvvatlash uchun mablag'lar zaxirasini yaratish, ularni bandligini ta'minlash bo'yicha 4 ta sektor rahbarlari tomonidan tizimli ishlar tashkil etildi. Dastlab karantin davrida ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan temir daftarlarga 1466 ta oilalar kirgan edi. Bu oilalarda oila a'zolari soni 6744 tani tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 6038 sonli farmoyishga asosan o'tkazilgan xatlovlardan 730 ta oilalar, shuningdek qo'shimcha xatlovdan so'ng 213 ta oilalar qo'shimcha ravishda kiritilib, tuman bo'yicha 2409 ta oilalar shu temir daftarga kiritildi. 2021-yil 1-yanvar holatiga tumanimizda temir daftarga da qolgan oilalar soni 712 ta va oila a'zolarining soni 3006 nafarni tashkil etdi. 2021-yilning 11 oy davomida tuman bo'yicha temir daftardan 521 ta oilalar, ularning oila a'zolarining ishga joylashtirilgani sababli bandligi ta'minlanganligi sababli ro'yxatdan chiqarildi. Binobarin 2021-yilda o'sha kungacha
temir daftarida qolgan oilalar soni 191 tane va oila a'zolari soni 755 tani tashkil etadi. 2021 yil yakuniga qadar 32 ta oilalar temir daftardan chiqariladi. Yil yakunida 152 ta oilalar temir daftarda qoladi. Prognoz qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 30-iyuldagi kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar farzandlarini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 5204 sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tuman bo'limi tomonidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasini oluvchi 745 ta oilalarning 986 nafari 18 yoshga to'lmagan farzandlari hamda nogironlik bo'lgan 18 yoshga to'lmaganlari buning ichidan 493 million so'm bir martalik moddiy yordamlar ko'rsatildi. Shuningdek, 2021 yilning 1-yanvar holatiga temir daftarda qolgan oilalarning 18 yoshgacha bo'lgan farzandlari sonidan kelib chiqib, temir daftarda qolgan 18 yoshga to'lmagan bolalar mavjud bo'lgan 574 ta oilalarning 1174 nafar farzandlarga 587 million so'm bir martalik yordamlar berildi. 2021 yil davomida Saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan tumandagi temir daftardagi mavjud 683 ta oilalarga 546,2 million mablag'lar sarflandi. Shuningdek, moddiy yordam uchun 369 ta oilalarga 333 million, sog'liqni tiklash uchun 183 nafar fuqarolarga 104 million so'm, kundalik iste'mol talablari uchun 115 ta oilalarga 57,5 million so'm, boshqalar uchun 15 ta o'sha oilalarga 51,8 million mablag'lar sarflandi. Yana investitsiya sohasi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar bo'yicha to'xtalib o'tsam. Hududiy investitsiya dasturi doirasida 2021-2022 yillarda qiymati 119,5 milliard so'mlik 70 ta loyihalar amalga oshirish hisobiga 943 dan ortiq ishchi o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan edi. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 30 sentyabr kungi tashqi savdo, investitsiya, mahalliy sanoatni rivojlantirish va texnik jihatdan tartibga solish maqsadlari bo'yicha Hukumat komissiyasi yig'ilishining 54-sonli bayoniga asosan 14 ta loyihalarni muddati uzaytirildi, 4 ta loyiha istiqbolsiz deb topildi hamda 2 ta loyihalar o'rindosh sifatida qo'shildi. Natijada 2021 yilda hududiy investitsiya dasturi doirasida qiymati 95,3 milliard so'mlik 56 ta loyihalar amalga oshirilish hisobiga 768 dan ortiq ish o'rinlari yaratilishi belgilab olindi. Hozirgi kunga qadar jami loyihalarda 88 milliard so'mlik mablag'lar o'zlashtirilib, qiymati 53,1 milliard so'm bo'lgan 45 ta loyihalarni foydalanishga topshirish hisobiga 579 ta yangi ishchi o'rinlar yaratildi. Sanoat yo'nalishida qiymati 19,9 milliard so'm bo'lgan 16 ta investitsiya loyihalarini amalga oshirilib, 216 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Xizmat ko'rsatish yo'nalishida qiymati 23,1 milliard so'm bo'lgan 19 ta investitsiya loyihalari amalga oshirilib, 197 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Qishloq xo'jaligi yo'nalishida qiymati 10,1 milliard so'm bo'lgan 10 ta investitsiya loyihalari amalga oshirilib, 166 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Bugungi kunda So'x tumanida jami 8,1 gektar umumiy yer maydoniga ega bo'lgan 5 ta kichik sanoat zonalari mavjud. Shundan
5,1 gektar yer maydonida 2 yoshlar sanoati va tadbirkorlik zonasi tashkil etilgan. Endi bular Zangiat yoshlar kichik sanoat zonasi, bu undan 2,1 gektar Hazrat Ali yoshlar kichik sanoat zonasi 3 gektar, Tul kichik sanoat zonasi 1 gektar, Nobod kichik sanoat zonasi 1 gektar, Qushor kichik sanoat zonasi 1 gektar tashkil etadi. Endi viloyat erkin iqtisodiy zona va kichik sanoat zonalari ma'muriy kengashining qaroriga asosan ushbu kichik sanoat zonalariga umumiy qiymati 10,77 milliard so'mga teng bo'lgan 50 ta loyihalar joylashtirilishi rejalashtirilgan. Ushbu loyihalarni amalga oshirish natijasida 161 ta yangi ishchi o'rinlari tashkil etiladi. Iqtisodiyotda yana bir muhim yo'nalishlardan biri bo'lgan ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi joriy yil davomida 9% o'sib 170,2 milliard so'mni tashkil qildi. Yuqori o'sish sur'atlari moliyaviy xizmatlar ya'ni 118,2%, aloqa axborotlashtirish 104,4%, ta'lim 175,4%. Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha ko'rsatilgan bozor xizmatlari tarkibida eng katta ulushni savdo xizmatlari egallaydi. Shunday qilib ularning ulushi 118,9% ni tashkil etadi. Xizmatlar sohasini rivojlantirish bo'yicha bir qator amaliy vazifalarni biz o'z oldimizga vazifa qilib belgilab oldik. Tumanda xizmatlar sohasini rivojlantirish hamda har bir mahallada 18 xil turdagi xizmatlarni ko'rsatish shoxobchalarini tashkil etish maqsadida mahallabay kesimida umumiy qiymati qariyb 182,5 milliard so'm bo'lgan 180 ta loyihalarni amalga oshirish hamda 38 milliard so'mlik yangi quvvatlar 1049 ta yangi ishchi o'rinlar yaratish bo'yicha manzilli dasturlar ishlab chiqildi. Bugungi kunga kelib ushbu loyihalardan 134 tasi ya'ni 74% loyihalar ishga tushirildi. Ularga tijorat banklari tomonidan 17,9 milliard so'mlik kredit mablag'lari ajratildi. İşga tushirilgan loyihalar hisobiga 649 ta ishchi o'rinlari yaratildi. Shuningdek, Prezidentimizning 2021 yil 11-maydagi xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi BQ5113 sonli qaroriga asosan tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining kredit resurslari doirasida birinchi transhda bitta loyihaga 500 million so'mlik imtiyozli kredit mablag'lari ajratib berildi. Yil yakuni bo'yicha xizmatlar hajmi 226,4 milliard so'mga tashkil etadi. Bu 120,4% degani bu borada belgilab olgan ishlarimizni jadallashtirib, belgilangan barcha chora-tadbirlarni amalga oshiramiz. Endi qurilish sohasiga to'xtalib o'tsak. Mana tumanda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28-dekabrdagi 4936 sonli qarori hamda boshqa manzilli dasturlar ya'ni obod qishloq va muhandislik kommunikatsiya tizimi dasturlari doirasida tasdiqlangan 2021 yilgi investitsiya dasturini amalga oshirish bo'yicha 84 milliard 115,8 million so'm mablag'lar o'zlashtirilishi hisobiga jami 24 ta ijtimoiy va infratuzilma obyektlari pudrat tashkilotlari tomonidan qurilish ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Ushbu obyektlar bo'yicha bugungi kunga qadar 68 milliard 972 million so'mlik rejaga nisbatan 82% ni tashkil etadi. Qurilish ta'mirlash ishlari bajarildi. Bugungi kunda 10 ta obyektlarda qurilish ta'mirlash ishlari yakuniga yetkazildi. Tumanning Sharqobod mahalla fuqarolar yig'inida respublika byudjeti mablag'lari hisobidan Albehrus qurilish invest MChisi tomonidan o'zining qiymati 3 milliard 600 million so'm bo'lgan bitta maydakish ta'lim muassasasi rekonstruksiya qilindi va foydalanishga topshirildi. So'x tumanining Oqto'g'ri mahalla
fuqarolar yig'inida respublika byudjeti mablag'laridan Farg'ona qurilish ta'mirlash MSH tomonidan umum qiymati 12,5 milliard so'm bo'lgan bitta zamonaviy umumta'lim ta'lim maktabining qurilish ishlari hozirgi kunda davom etmoqda. So'x tumani Nog'ot mahallasidagi tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli terapiya bo'lim binosi Mirzo Saodat MSH tomonidan qurilmoqda. Unga byudjetdan 4 milliard 538 million so'm mablag'lar ajratilgan bo'lib, hozirgi kunda qurilish ishlari hali yakuniga yetgani yo'q, olib borilgan. Menimcha hamma borib o'sha sog'liqni saqlash bo'limiga borganlarida ko'zdan tushganimizga juda ham chiroyli bino tushyapti. 2021-yilda tegishli qaror va dasturlar doirasida 31,3 kilometr uzunlikdagi yo'llarda 7,5 milliard so'mlik yo'l qurilish va ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Jumladan 31,3 kilometr xo'jalik yo'llarini qurilish va ta'mirlash ishlari bajarildi. Bu qiymati 77,5 milliard so'm tashkil etadi. Yil yakuniga qadar avtomobil yo'llarida 3,9 milliard so'mlik ishlar amalga oshirilishi hamda 9,8 kilometr uzunlikdagi avtomobil yo'llarini foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. 2021-yil tumandagi mahallalar hududida bugungi kunda qadar 20 milliard so'mlik 155 kilometr ichki o'sha yo'llarda ichimlik suv tarmoqlari tortildi. 4 dona har birining hajmi 500 metr kub bo'lgan suv inshooti, 2 donasi Og'ishevda, 2 donasi Chashmada qurilyapti. 4 dona ichimlik suv qudug'i qazilmoqda. Tumandagi ichimlik suv tarmog'i yetib bormagan hududlarda aholini ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida sig'imi 25 metr kub bo'lgan 1 dona maxsus suv tashish avtotransportda olib kelib berildi. Topshirildi suvoqo'ga. Obodonlashtirish boshqarmasining moddiy texnika bazasini yaxshilash maqsadida mahalliy byudjet hisobidan qiymati 872 million so'm bo'lgan 1 dona maxsus minora texnikasi olib berildi. So'x tuman gaz moddiy texnika bazasini yaxshilash maqsadida joriy yilda 2 dona qiymati 40 million so'm 1 dona motor roli va texnika olib kelib berildi. 2021-yilning 15-dekabrga qadar tabiiy gaz bilan ta'minlangan 8536 aholi xonadonlariga zamonaviy tejamkor elektron gaz hisoblarini o'rnatish hamda avtomatlashtirish tizimiga ulash ishlari rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunga qadar ming afsuski 1425 ta elektron gaz hisoblash ishlari o'rnatildi. Bu bo'yicha biz o'zimiz oldimizga reja qo'yganmiz. Mana shu kungacha 8536 ta o'rnatishimiz kerak edi. Tuman gaz chetida turibdi. Lekin ming afsus 1425 ta o'rnatilgan xolos. Ichki yo'llarni ta'mirlash maqsadida Obod qishloq davlat dasturi asosida 6,7 kilometr ichki yo'llarda 4,5 milliard so'mlik asfaltlashtirish, 5,9 kilometr ichki yo'llarda shag'allashtirish ishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari tumandagi Qizil hudud toifasiga kiritilgan mahalla fuqarolar yig'inlari hududidagi 6,7 kilometr ichki yo'llarda asfaltlashtirish va 7,8 kilometr ichki yo'llarda shag'allashtirish ishlari amalga oshirildi. Elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida 2021-yilda tumanga 2,5 milliard so'mlik 5 dona yangi transformator, 683 dona temir beton tayanchlar va 23 kilometr yangi elektr tarmoqlari tortildi. Aholini uy-joyga bo'lgan talabdan kelib chiqib, tumanning 3 ta hududida Chashma mahalla fuqarolar yig'ini hududida bitta 24 xonadan iborat 4 qavatli, Nobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida 4 ta 120 xonadan iborat 5 qavatli va Devayron mahalla fuqarolar hududida 2 ta 60 xonadondan iborat 5 qavatli uy-joylar qurishlari boshlandi. Bittasini
topshirilgan, qolganlarini Devarmonda yakunlash arafasidamiz, yaqin topshiramiz. Va Nobod mahallasidagi uylarimizda hali qurilishlarda olib borilyapti. Bu uy-joylar ham bosqichma-bosqich yakuniga yetkazamiz. Tumanda o'sha sog'liqni saqlash yo'nalishi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar bo'yicha to'xtalib o'tdim. Tumanda tibbiyot bo'limida 5 yil oldin 10 ta PRP, 7 ta bo'limdan iborat markaziy shifoxona faoliyat ko'rsatardi. Bugungi kelib 10 ta PRPlar oilaviy shifokorlar punktlari maqomiga o'zgartirildi. Avvallari tuman aholisi tibbiy ko'rikdan o'tish uchun 70 km masofani bosib viloyat markaziga borishar edi. Bugungi kunda bemorlarni zamonaviy tibbiy tekshiruvdan o'tkazish maqsadida olib kelingan 8 ta tibbiy apparatlar, bulardan 3 ta sun'iy nafas berish apparati, 2 ta narkoz apparati, 2 ta raqamli rentgen apparati, bitta 350 ming so'm zamonaviy ultratovush tekshiruv apparati tuman markaziy shifoxonasiga olib kelib berildi. Tumandagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi bo'limiga esa qiymati 530 million so'm bo'lgan PCR apparati bilan ta'minlandi. Tez tibbiy yordam bo'limiga 2 ta zamonaviy avtomashina bilan ta'minlandi. Tuman tibbiyot birlashmasi qoshidagi markaziy shifoxona hududida 3 milliard 690 million so'm byudjet mablag'lari hisobidan yuqumli kasalliklar bo'limining yangi binosi qurib bitkazildi va foydalanish uchun topshirildi. Endi bu tibbiyot muassasalari bo'yicha yangi rahbar kelgandan keyin tibbiyotni tahlil qo'ydik. Oldimizda juda ham ko'p qiladigan ishlarimiz ko'p. Maqtanadigan joyimiz yo'q bu masala. Hali juda ham ko'p qiladigan ishlarimiz bor tibbiyot sohasida. Endi tuman tibbiyot birlashmasini o'sha tez tibbiy bo'limiga, ayniqsa biz ko'pchilik zamonaviy hozir o'sha axborot texnologiyalarini jalb qilish bo'yicha choralar ko'ryapti. Mutaxassislar keldi. Yaqindan to'g'ri muloqot orqali o'sha tizim yo'lga qo'yiladi. Shuning uchun bu yo'nalishda hali o'zini yechimini topmagan masalalarimiz juda ham ko'p. Obod qishloq dasturi doirasida Oqto'g'ri va Sharqobod hududlarida yangi qishloq vrachchilik punktlarini qurish montajlari yakuniga yetyapti. Mana shu yilda yakuniga qadar biz bu muassasalarda aholi uchun topshiramiz. Foydalanishga. Endi ta'lim yo'nalishida bu yo'nalish ham juda ham og'ir yo'nalish, juda katta e'tibor talab qiladigan yo'nalish. Bu yo'nalishda amalga oshirilgan ishlarni sarhisob, hozirda tumanimizda jami 33 ta ta'lim muassasalari faoliyat ko'rsatadi. Shundan 32 ta maktab, shu jumladan 27 ta umumta'lim o'rta maktablari, 3 ta izm va bitta Barkamol avlod bolalar markazi mavjud. Ma'lumot uchun 5 yil oldin 25 ta maktab bo'lgan va 3 ta izm bo'lgan. Ta'lim bizi tumanda 2 tilda, tojik va o'zbek tillarida olib boriladi. 2021-2022 o'quv yillarda jami o'quvchilar soni 17.768 nafarni tashkil etib, shundan 2020-2021 o'quv yillarida tumandagi umumta'lim maktablarga jami 1872 nafar birinchi sinf o'quvchilari qabul qilindi. Ulardan 248 nafar 6,5 yoshli, 1624 nafari 7 yoshli bolalar tashkil etadi. 2020-2021 o'quv yili yakuniga 9-10 sinflarni jami 2614 nafar o'quvchi tamomladi. Shundan 9-sinf bitiruvchilar 1451 nafarni, 11-sinf bitiruvchilar esa 1163 nafarni tashkil etadi.
95 nafar 11-sinf bitiruvchilarga oltin va kumush medallar. Shundan 78 tasi oltin, 17 tasi kumush medal oldi. Bo'lsa, mana 1068 nafarga oddiy ta'lim, o'rta ta'lim to'g'risida attestatsiyalar berildi. 114 nafar 9-sinf bitiruvchilarga a'lo darajali va qolgan 1337 nafarga oddiy ta'lim, o'rta ta'lim, umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi shahodatnoma berildi. Hukumatimiz tomonidan tumanni kadrlarga bo'lgan talabini qondirish va yoshlarni oliy ta'lim muassasalarida tahsil olishlari uchun yaratib berilgan imkoniyatlardan samarali foydalanib, 2020-2021 o'quv yilida jami 187 ta tumanimiz yoshlari, shuningdek 2020-2021 o'quv yil bitiruvchilaridan 97 nafari oliy ta'lim muassasalarga o'qishga qabul qilindi. 187 nafari o'qishga kirgan bo'lsa, 97 nafari oliy ta'lim muassasasiga bu yilgi bitiruvchilardan 97 nafari oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirishga erishdi. Tumandagi umumta'lim maktablariga kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida reja bo'yicha 1,5 ming tonna ko'mir yoqilg'isi zaxirasi yaratib berildi. O'tgan tumandagi umumta'lim maktablarining 12 tasi rekonstruksiya va 13 tasi mukammal ta'mirdan chiqarilgan. 2021 yilning investitsiya dasturlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 26 noyabrdagi zamonaviy maktablarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ4537 sonli qarorga asosan So'x tumanidagi 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 4 milliard 750 million so'mlik mablag' evaziga mukammal ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Lekin juda ham sust ketyapti. Bu bo'yicha oldin shug'ullanyapmiz. Va 4-18 va 25-sonli ta'lim maktablarida jami 14 milliard 499 million so'm mablag' evaziga zamonaviy maktab talablari asosida qurilish rekonstruksiya ishlari amalga oshirilyapti. Hozirgi kunda 4-maktabda yangi o'quv binosi qurishi bitkazildi, mana foydalanishga topshirildi. Va 18-maktabda binosi ham yangi bino yakuniga yetdi. Bu ham foydalanishga topshirildi. Bir kun ichida buni ochamiz. Juda ham chiroyli bino tushgan. 2021 yilda Obod qishloq davlat dasturi doirasida Sharqobod mahalla fuqarolar yig'inida 15-sonli maktabning mavjud binolarini ta'mirlash va qo'shimcha 120 o'rinli o'quv binosini qurish ishlari boshlandi. Shunday ushbu mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 23-sonli o'rta ta'lim maktabda dastur doirasida 700 million so'm mablag' evaziga 220 o'rinli o'quv binosi mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirib tugatilib topshirildi. So'x tumanining Oltiqo'li mahalla fuqarolar yig'ini hududida 22-sonli o'rta ta'lim maktab, ya'ni 410 o'ringa mo'ljallangan binosi mavjud. Bu ham 840 million so'm evaziga o'sha mukammal ta'mir bilan chiqarildi, hozirgi kunda foydalanishga topshirilgan. Xuddi shu Oltiqo'li mahalla fuqarolar yig'ini Toshqo'ra masjidida ta'kidlab o'tdik. 12,5 milliard so'm qiymatga ega bo'lgan zamonaviy maktab qurilishlari hozirgi kunda olib borilyapti. Ham o'sha Obod qishloq dasturiga tushgan mahallalar. Tumandagi umumta'lim maktablarda ta'lim jarayonini zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, kompyuter jihozlari bilan ta'minlash maqsadida 32 ta maktablardagi 43 ta kompyuter xonalariga 750 dona kompyuter, 41 dona notebook, 59 ta proyektor, 6 ta katta hajmdagi monitor
va 14 ta elektron daska va interaktiv daskalar bilan ta'minlandi. Endi tumandagi bolalar va o'smirlar sport maktabida yoshlarni sport bilan shug'ullantirish qulay sharoitlar yaratib berilgan bo'lib, 2020-2021 yillar davomida 6 ta yangi mini futbol maydonchalari barpo etildi. Bundan tashqari 2 ta fitness klub xususiy tadbirkorlar tomonidan qurilib, foydalanishga topshirildi. Hozirgi kunda tumanimizni yoshlari bu fitness klublardan foydalanib kelishmoqda. 2021 yil davomida shahar va respublika miqyosida o'tkazilgan sport musobaqalarida tumanimiz yoshlari ishtirok etib, 16 nafar faxrli o'rinlarni egalladi. Juda ham bir sizlarga ta'kidlab o'tishimiz kerak. Sport sohasi bizda endi mana rivojlanib boryapti. Birgina 10-maktab o'quvchilariga to'xtalib o'tsak, 10-maktabda Qo'noq startlar komandasi bor. Mana bular tumanda g'olib bo'ldi, keyin mana viloyatda g'oliblar bo'ldi. Qayerda sportga e'tibor qaratilgan bo'lsa, shu joylarda yutuqqa erishilyapti. Va bunday sportchilarimiz bitta misol qilib ketdim. Maktabda komanda. Bu komanda tizimli sport bilan shug'ullanyapti va shu bois yutuqlarga erishyapti. Men o'sha o'zim borib ko'rdim, hatta yaratilgan sharoitlarda va imkoniyatlarda. Shuning uchun biz barcha sektor rahbarlari sport yo'nalish bo'yicha hozirgi kunda amalga oshirilayotgan ishlar bilan qoniqqanimiz yo'q. Men bu sohada hozirgi kunda yangidan sport maktabini qurilish va ta'minlash ishlari olib borilyapti markaziy o'yingohimizda va So'x pedagogika kollejini eski binosida rekonstruksiya ishlari qilib, juda ham eng zamonaviy sport zali tashkil etilyapti. Kim borsa ko'rsin, ichida hamma qulayliklarga ega bo'ladi. 2021 yil tumanimiz markaziy o'yingohdagi tomoshabinlar o'rinda hozir bor. Rekonstruksiya qilinyapti u joylar va uni ham hozircha yakuniga yetamiz. Hozir ishlar davom etyapti. 2021 yilda tumanda 2 ta yangi, ya'ni Qaqir mahalla fuqaroligida bitta va Sarikanda mahalla fuqaroligida bitta maktabgacha ta'lim muassasalari qurishlari, 2 ta maktabgacha ta'lim muassasalarida rekonstruksiya qilishlari olib, bularda mana Qaqir mahallasida maktabgacha ta'lim muassasalari yangidan qurilyapti. Bu ishlar hozircha 65% ga endi qurishlari aytib o'tishim kerak. Bu suz ketyapti qurilish. Buni sabablarini biz o'rgandik, mablag' bilan bog'liq. Mana hozir bu sabablari yechimini topdi. Mana bugundan o'sha qurilishlari jadallashtiriladi. Endi Sarikanda mahallasida imkoniyati cheklangan, o'sha sog'liqda nuqsoni bor bolalarimiz uchun bitta maktabgacha ta'lim maxsus qurishlari yakuniga yetyapti. Buni yil yakuniga qadar topshiramiz. Sharqobodda maktabgacha ta'limni bog'cha to'liq ta'mirdan chiqarilib, foydalanishga topshirilgan. 2021 yilda maktabgacha ta'lim muassasalarida 16 ta majburiy bepul ta'lim tashkil etilib, jami 426 nafar bolalar qabul qilindi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar qabulini oshirish maqsadida 15, 17 va 21 maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yangi guruhlar ochildi. Hozirgi kunda So'x tumanida 3 dan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar soni 7011 nafarni tashkil etib, tumandagi 24 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga 3055 nafar, 40 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga 1005 nafar, qisqa muddatli guruhlarga 630 nafar
majburiy birlik guruhlariga 466 nafari qatnab o'sha qamrab olingan. 2021-yil 1-dekabr holatiga jami 5156 nafar bolalar qamrab olingan bo'lib, qamrov ko'rsatkichi 73,5% tashkil etadi. Yil yakuniga qadar biz buni 80% ga chiqarish bo'yicha oldimizga reja qo'yganmiz. Hozir mana qisqa muddat qoldi, buni yakuniga yetamiz. 2021-yil yakuniga qadar 3 ta davlat maktab ta'lim tashkilotlariga 540 nafar, 5 ta oilaviy maktab ta'lim tashkilotlari 125 nafar bolalar qamrab olinishi hisobiga shu 80% ga chiqarish maqsadimiz bor. Qamrab. Endi yoshlar bilan ishlash bo'yicha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bundan 5 yil oldin yoshlar bilan ishlash yagona aniq tizim mavjud bo'lmagan. Hozirgi kunda mana oxirgi 5 yilda bu yoshlarimizga bo'lgan e'tibor juda ham yurtboshimiz tomonidan o'sha amalga oshirilgan siyosatlar eng ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Yagona aniq tizim mavjud. Yoshlar daftari mana hammamiz bilamiz. Nimaga tashkil qilinganligi, nima uchun biz yoshlar daftarini prezidentimiz oldiga qo'yganini hammamiz anglab yetamiz. 4 ta sektor kesimida yoshlar bo'yicha yoshlarni bandligini ta'minlash, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Yoshlar bilan bog'liq olib borilayotgan ishlarga aniq aytadigan bo'lsak, yoshlar dasturi qabul qilindi. Buni ijrosi bo'yicha bugungi kunda asosiy natijasida aniqlangan yoshlar daftariga kiritilgan 4726 nafar yoshlarning bandligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ushbu maqsadda joriy yilning 1-chorakida 826 nafar, 2-chorakda 1705 nafar, 3-chorakda qolgan 2056 nafar yoshlarni daromad keltiradigan sohalarda band qilishga qaratilgan. Bugunga qadar 11 oy davomida yoshlar daftariga kiritilgan 4468 nafar yoshlarni bandligini ta'minlashga erishildi. Xususan ishlash istagini bildirgan yoshlarning 2121 nafari qurilish ishlariga, xizmat ko'rsatish va boshqa mutaxassis bo'yicha ishga joylashtirildi. Shundan maktab bitiruvchilari 196 nafarni tashkil etdi. Aholi bandligini ko'maklashish markazlari orqali 241 nafar ishsiz yoshlar haq to'lanadigan jamoat ishlariga joylashtirildi. Yoshlar daftari va bandlik jamg'armasining 458,5 million so'm mablag'lari hisobiga 214 nafar yoshlar subsidiya asosida zarur asbob-uskunalar va mehnat qurollari bilan ta'minlandilar. Bir martalik moddiy yordam 90 nafar yoshlarga 47,880 ming so'm. Haydovchilik kasbiga o'qitish 10 nafar yoshlarga 11,5 million so'm. Safarbarlik chaqiruv rezervi xarajatlari 14 nafar yoshlarga 35 million so'm. Oliy va o'rta kasb-hunar maktablarida tahsil oluvchilarning to'lov kontraktini to'lash 71 nafar yoshlarga 210 million so'mlik yordamlar ko'rsatildi. Shuningdek, davolanish uchun tibbiy xizmat xarajatlariga 10 million so'm mablag'lar yoshlar jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplab berildi. Yoshlarning kasb va tadbirkorlikka o'qitish maqsadida ishga marhamat ma'no markazlari, Savdo-sanoat palatasi bilan hamkorlikda o'quv kurslari tashkil etildi. Mazkur markazlarda o'qishga shu kunga qadar 912 nafar yoshlar jalb etildi. Yoshlarni 1+1 dasturi asosida tadbirkor va hunarmandlarga biriktirish orqali 762 nafar yoshlarimizni bandligi ta'minlandi. Yoshlar daftariga kiritilgan 348 nafar yoshlarga 5 milliard 516 million 780 ming so'mlik imtiyozli kreditlar ajratib berildi. Ishsiz yoshlarning bandligini ta'minlash, ularni foydali mehnatga jalb qilish maqsadida 76 gektar qishloq xo'jaligi yer maydonlaridan 20 sotiqdan
30 sotixgacha bo'lib berish orqali 643 nafar yoshlar bandligi ta'minlandi. Buni xabarlarim bor. O'tgan yil bug'doydan bo'shagan mashina, bug'doydan bo'shagan yerlarimiz muhtoj bo'lgan temir ayollar daftari, yoshlar daftari turganlarga bo'lib berildi. Ikkinchi o'sha ekinni ekish uchun. Yoshlar daftarini yuritish bo'yicha So'x tumanining umumiy reyting ko'rsatkichi viloyatda 98.2% ni tashkil etadi. Yil boshidagi xatlov va o'rganishlar natijasida yoshlar daftariga 4726 nafar yoshlar kiritildi. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida 2021 yil 13 dekabr holatiga 4462, ya'ni 94.4% nafar yoshlar daftaridan chiqarildi. Hozirda tuman bo'yicha 264 nafar, ya'ni 5.5% yoshlar hozirda yoshlar daftarida qolmoqda. Yoshlar, mana prezidentimiz doim ta'kidlaydi, yoshlarga nima uchun katta e'tibor qaratiladi? Prezidentimizda gap bu. Yoshlarni bo'sh vaqti dushmanni ish payti deyish. Shuning uchun yoshlarga juda ham e'tibor qaratilyapti. Ularning bandligini ta'minlash, ularga yot oilalarning kirib kelishini oldini olish bo'yicha oldimizda juda ham katta tizimli, mana yurtboshimiz tomonidan yangi tizim yaratildi. Yangi 2022 yil 1-yanvardan boshlanib bu yo'nalishda ishlarni amalga oshiramiz. Bu bo'yicha alohida to'xtalib o'taman. Hozirda ayollar daftariga kiritilgan 1411 nafar ayollardan 1411 nafarga 100% yordam ko'rsatilgan. Jumladan ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz ayollar to'g'risiga kiritilgan 445 nafar xotin-qizlarga 72 nafarini bandligi ta'minlangan. 80 nafariga tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun kredit ajratish, 165 nafarni kasb-hunarga o'qitish, 128 nafar esa tomorqasidan daromad olishga ko'mak berildi. Voqisini yo'qotgan, ehtiyojmand bo'lgan 184 nafar ayollarga hammasiga o'sha 100% ga 92 million so'mlik bir martalik yordamlar, moddiy yordamlar ko'rsatildi. Shuningdek, ushbu toifadagi ayollarga qo'shimcha ravishda 41 nafarga ijtimoiy restoran orqali 6 oy muddatga yordam tayinlandi. 97 nafarga oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berildi. Ijtimoiy yordamga muhtoj birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan 116 nafar ayollarga 58 million so'mlik bir martalik yordamlar berildi. Buning uchun ayollar daftari jamg'armasi hisobidan mablag'lar moliyalashtirildi. Shuningdek, ushbu toifadagi ayollarga qo'shimcha ravishda 20 nafarga ijtimoiy restoran orqali 6 oy muddatga yordam tayinlandi. 113 nafarga yana oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berildi. Uy joyini ta'minlashga muhtoj birinchi guruh nogironligi bo'lgan 19 nafar ayollarning uy joylarini ta'minlash uchun homiylar hisobidan 1 milliard 700 million 150 ming so'm mablag'lar sarflangan bo'lsa, 19 nafar ayollarning 16 nafarini uylari joriy ta'minlandi. 2 nafari tomni yopib, eshik derazalari o'rnatildi. 2 nafarga oziq-ovqat mahsulotlari va 1 nafarga issiqxona qurib berildi. Noto'g'ri joylarda istiqomat qilayotgan 9 nafar ayollarning 1 nafariga 1 million 881 ming so'mlik turar joy kompensatsiyasi to'lab berildi. 8 nafari uy joy bilan ta'minlandi. Qamoqda bir va undan ortiq birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan bolalar bor 11 nafar ayollarga 5 million 500 ming so'mlik bir martalik yordamlar berildi. Buning uchun ayollar daftari jamg'armasi hisobidan 5 million 500 ming so'm pul moliyalashtirildi. Saxovat va ko'mak jamg'armasi tomonidan 11 nafar ayollarimizga bu toifadagi kerakli oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berildi. Tibbiy himoyaga muhtoj bo'lgan 72 nafar ayollarga yordam ko'rsatish uchun 47 million 800 ming so'm bo'lgan mablag'lar sarflandi.
Buning uchun boshqa har bitta o'sha saxovat va ko'mak va boshqa manbalar hisobidan bu xarajatlar qoplandi. Endi bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar barcha deputatlarimiz o'zining xabari bor. O'zlarining ma'muriy hududlarida qanday ishlar olib borilayotgani to'g'risida. Endi qishloq xo'jaligiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, chorvachilik sohasida qo'shilgan qiymatni ko'paytirish, hosildorlik va mehnat unumdorligini oshirish, foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni qayta foydalanishga kiritish, aholi tomorqalardan samarali foydalanish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash quvvatini tashkil etish, zamonaviy investitsion texnologiyalarning samaradorligi bo'yicha hurmatli Prezidentimiz tomonidan qishloq xo'jaligida qo'shilgan qiymatni ko'paytirish, yangi agroklasterlar faoliyatini yo'lga qo'yish global inqiroz davrida ham o'zini oqladi va qishloq xo'jaligi sohasida olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish asosiy lokomotivi bo'ldi. Tumanimizda jami 3 ta shirkat xo'jaliklari, 38 ta bog'dorchilik yo'nalishidagi 8 ta chorvachilik, 3 ta parrandachilik, 1 ta pillachilik va 10 ta ko'p tarmoqli jami 63 ta yo'nalishdagi shirkat va fermer xo'jaliklar faoliyat olib bormoqda. Mazkur xo'jaliklarda jami 3735 ta, shundan 1 gektar, ya'ni shundan 1777 gektar ochiq yer maydonlar, 1230 gektar bog' maydonlar va 3 gektar uzum maydon, 57 gektar tut maydoni va 668 gektar aholi xo'jaliklarida yer maydonlari mavjud. Qarang, buni tumanimizda jami 3735 gektar shu ekiladigan bog'dorchilik va dehqonchilik shug'ullanadigan yerlarimizdan ozmaslarga nima qildim. Shunda mana g'allachilik sohasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, tumanimiz bo'yicha jami 700 gektar maydonlarda kuzgi boshoqlik donlar ekildi. Jami 4099 tonna g'alla yetishtirish, shundan g'allaga sotish 2017 tonnani belgilanganida biz buni bu yil o'sha oldimizga qo'yilgan rejani ortig'i bilan bajardik. G'allachilik bo'yicha va 2022 yil hosil uchun 700 gektar joyga shu bug'doylarni ekkanmiz. Endi belgilangan chora tadbirlarga asosan tumanda joriy yilda 16175 tonna kartoshka, 8079 tonna sabzavotlar, 7123 tonna mevali va rezavor va 2066 tonna mol va qo'y go'shti, 24828 tonna sut, 21 tonna baliq, 27.34 dona tuxum mahsulotlari ishlab chiqarildi. Lekin mana hozir biz birgina shu yerda to'xtalib o'tishim kerak. Eksperiment tariqasida 40 sotuq joyda tumanimizda baliqchilik, baliq boqish tashkil qildik. Endi biz shundan kelib chiqib baliqchilikni rivojlantirish bo'yicha mana tadbirkorlarni hozir jalb qildik. Hozir qo'shimcha shu So'x daryosi o'zanida qirg'oqlarda shu yana tashkil qilinadi bu yil. Yana 5 gektar joyda baliqchilik qilmoqchimiz. Tuman aholisini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabni qondirish uchun asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va mavsum davomida uzluksiz yetkazib berishini ta'minlash bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi. Meva sabzavot mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha joriy yilni sabzavot ishlab chiqarish o'tgan yilga nisbatan 104.2% ga, kartoshka 102.1% ga va meva va rezavorlar 100% ga, sholi yetishtirish 104% ga, dukkaklik don yetishtirish 111.5% ga o'sishi sur'atlari ko'rsatilyapti. Lekin bizda shunaqa imkoniyat mavjud. Mana kartoshka bo'yicha to'xtalib o'tmoqchiman. Kartoshkani biz tahlil qilib ko'rdik. Biz hozir
agar 10% imkoniyatdan kartoshka yetishtirish bo'yicha faqatgina 2% dan foydalanyapmiz ekan. Shuning uchun biz 2021-yilda yangi urug'larni olib keldik. Yangi urug'larni ekib, yangi urug'larni yetishtirish hisobiga hozir mana o'zimizda yangi urug' bor. Biz kartoshka yetishtirishda 2022-yilda bu yilga nisbatan qariyb 20% ga ko'p daromad oshib belgilaganmiz. Bu nimani hisoblanadi? Yangi urug', yangi texnologiya. Mana kartoshkani parvarish qilish bo'yicha biz mutaxassislarni o'qityapmiz hozir. Biz ochig'iga kartoshka yetishtirish bo'yicha So'x tumani eng oldi tumanlar hisobida bo'lgan edi bir paytlar. Lekin oxirgi yillarda biz buni tashlab qo'ygan ekanmiz. Shuning uchun biz hozir bu yo'nalishda ishlarni olyapmiz. Mana hozir So'x tumanining ozod shirkat xo'jaligida 500 tonna yangi urug'li kartoshkalarimiz bor. Men shuni nima qilmoqchiman? Buni biz ko'rsatib ham beramiz. Ekish texnologiyasini qanaqa suvsizlik yetishtiradi, qanaqa nimaga zararli hasharotlar, boshqalarni ko'rash yo'nalishlarini ko'rsatib beramiz. Endi tumanda chorvachilikka to'xtalib o'tadigan bo'lsak, chorvachilik mana ayniqsa naslchilik ishlarini yanada takomillashtirish, sigirlarni sun'iy urug'lantirish, servis xizmatlarini ko'rsatishni yaxshilash, oziq-ovqat bazasini mustahkamlash, chorva mollarini mahsuldorligini oshirish va mahsulot ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Tumanda joriy yilda 2,1 tonna go'sht, 24,8 tonna sut, shunday baliq, mana shu mahsulotlar ishlab chiqarildi. Mana shundan agar biz qora molchilikka to'xtalib o'tadigan bo'lsak, qora molchilikda bu yil o'sha zotli qora mollarni olib kelish, boqishlarni yo'lga qo'yildi. Mana jami 70 bosh olib kelib hozir boqilyapti. Kichik shoxli nimalarimizda, lekin miyamsiz ishlarimiz ko'p. O'sha naslli echkilarni olib kelish bo'yicha, naslli qo'ylar bo'yicha ishlarimiz talabga javob bermaydi. Tomorqa yer maydonlariga ekilgan qishloq xo'jaligi ekinlarini yer egalari jami 19,274 tonna, shundan 7,186 tonna sabzavot va 10,838 tonna kartoshka. Bu degani o'zini uyida yetishtirganlar deyapti. O'zini uyida mana hozir aholimiz yetishtirgan kartoshkani hisoblaydigan bo'lsak, 10,838 tonna aholi o'zi nimalarda, tomorqalarda yetkazilgan. Mana shundan 468 tonna sholi, 29 tonna don va dukkorlik, 1700 tonna meva hosillari olindi. Shu bilan birga tumanda 290 ta aholi xonadonlari tomorqalarga 5,8 gektar yer maydonlarida issiqxonalar tashkil qilingan. Mana issiqxonalar bo'yicha aytib o'tishim kerak. Issiqxonalar mana eski aeroport, qishloq xo'jaligida foydalanmagan eski aeroport bo'lgan joyda issiqxonalar tashkil qilish evaziga hozir mana o'sha yerda o'zida 100 dan oshiq fuqarolarimiz ish bilan ta'minlandi. Hammalarga tavsiya qilaman, borib shu issiqxonalarni ko'rishlaydi. Hozir eksport bob bo'lgan o'sha sabzavotlar yetishtirilyapti. Hozir kunda o'zida mana birgina omadi Guzar Lazina firmasi tomonidan 175 tonna pomidorni o'zini sotdi. 175 tonna. Bayram uchun katta narsa. Hozir kunda yangilikdan ochilgan mana issiqxonalarimizda bittasi o'zi 35 tonna Andijon viloyatiga sotyapti. Shu
Shuning uchun men bu yerda o'tirgan deputatlarimiz ham vaqt bilan bu narsalarni albatta hamma bilish kerak. Oldin So'x tumanida issiqxonalarga uncha e'tibor berilmagan edi. Issiqxonaning samarasi qanaqa? Albatta katta mehnat kerak, lekin uning samarasi va undan olingan daromad oddiy yergidan olingan daromadga qaraganda bir necha barobar ko'p. Endi takroriy ekinlar bo'yicha joriy yilda g'alla hosildan bo'shagan 204 gektarga takroriy ekinlar, shundan 80 gektariga sabzavot, 40 gektarga dukkaklik va 84 gektarga ozuqa ekinlari ekildi. Ekilgan 204 gektar takroriy ekinlardan jami 3360 tonna. Shundan 1600 tonnasi sabzavot va 80 tonna dukkaklik don va 1680 tonna ozuqa mahsulotlari yetishtirildi. So'x tumanida 2021-2022 yil qish va bahor mavsumi uchun bozorlarda narx-navo barqarorligini ta'minlash maqsadida asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini zaxiraga jamg'arish bo'yicha aniq hisob-kitoblar ishlab chiqilgan. Shunga ko'ra biz tuman bo'yicha 6907 tonna asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari, shundan kartoshka 6143 tonna, 2 tonna, piyoz 260 tonna, sabzi 438 tonna, guruch 66 tonna zaxira qilish belgilangan bo'lib, amalda 6 dekabr holatiga hisoblasak 6520 tonna, ya'ni 94.4% zaxira yaratildi. Biz buni 100% ga chiqaramiz albatta. Kartoshka o'zi mana kartoshka 93.7% bo'ldi. Mana shu 3 kun mashq hafta davomida buni 100% ga chiqaramiz. Endi guruch, sabzi 100% dan bajarilgan zaxirasi. Maktabgacha ta'lim bo'yicha yo'nalishdagi o'sha massalarda 62.4 tonna asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari zaxirasi qilish belgilangan bo'lib, hozirgi kunda 100% zaxira yaratilgan. Sog'liqni saqlash bo'yicha 102% ga bajarilgan zaxira. Dehqon bozori mana bizni 210 tonna asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini zaxira qilish belgilangan bo'lsa, amalda 185 tonna bo'lib 88.1% tashkil qiladi. Zaxira yaratish shu bizni orqaga surayotgan, bizga zanjir bo'layotgan bu dehqon bozori bo'lyapti. Bundan oxiriga yetib boramiz. Endi hurmatli sessiya qatnashchilari, hurmatli deputatlar, albatta bu amalga oshirilayotgan ishlar hammasi o'zidan-o'zi bo'lmaydi. Qayerda tinchlik bo'lsa, qayerda osoyishtalik bo'lsa, fuqarolar emin-erkin harakat qilib, emin-erkin yashaydigan bo'lsa, shu joyda rivojlanish bo'ladi, shu joyda albatta baraka, fayz bo'ladi. Buning uchun nima qilish? Jinoyatchilikni oldini olish va unga qarshi kurash, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash yo'nalish bo'yicha ham alohida e'tibor qaratib o'tamiz. Hurmatli sessiya qatnashchilari, demak, tumanda jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, unga qarshi kurash, sodir etilgan jinoyatlarni issiq izidan ochish yo'nalishida amalga oshirilgan ishlarda 11 oyligiga to'xtalib o'tsak, jami tuman 7 mahalla fuqarolar yig'inlari bo'lsa, shundan 7 tasida umuman jinoyat bo'lmagan. 7 ta mahalla. Qarang, shu 11 oy davomida birorta jinoyat bo'lmagan. Buning uchun shu mahalla faollariga, profilaktik inspektorlarga albatta o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Lekin 3 ta mahalla fuqarolar yig'inida jinoyatlar kamayishga erishilgan. O'tgan yilga nisbatan agar sarhisob qilsak, jinoyat kamayishga erishilgan. 4 ta mahalla fuqarolar yig'inida bo'lsa, jinoyat bo'lgan, barqaror bo'lgan, teng bo'lgan. O'tgan yil 3 ta bo'lgan, bu yil ham 3 ta bo'lgan, shunga o'xshash. 13 ta mahalla fuqarolar yig'inida esa jinoyatlar oshib ketishiga yo'l qo'ygan. Qarang, 27 ta mahalla fuqarolar yig'inidan 7 tasida umuman jinoyat bo'lmagan bo'lsa, 13 ta mahalla fuqarolar yig'inida jinoyatlarni
keskin oshib ketishiga yo'l qo'yilgan. Endi buni asosiy sabablari bo'yicha biz tahlil qilganmiz. Tumanda huquqbuzarlik, profilaktika, jinoyatchilikka qarshi kurash tizimini yangicha uslubi va yondashuvlar asosida tashkillash, davlat tashkilotlari va jamoatchilik bilan keng ko'lamda hamkorlik tizimini profilaktika amalga oshirish belgilangan bo'lsa, bu hamkorlikni to'g'ri yo'lga qo'ymaganligimiz bois umumiy jinoyatlar tuman bo'yicha o'tgan yilga nisbatan agar oladigan bo'lsak, jami 69,23% ga oshib ketishiga yo'l qo'yildi. Ya'ni bu yil 64 ta jinoyatlar qayd etilgan. O'tgan yili bu ko'rsatkich 39 tani tashkil etdi. Endi jinoyatlar oshib ketishiga asosiy sabablardan birini aytdik. Hamkorlik to'g'ri yo'lga qo'yilmagan. Jinoyat faqat pul muoza qiluvchi organlarni ishi deb tashab qo'yganmiz. Mahallalarda bu bo'yicha tizimlar to'g'ri yo'lga qo'yilmagan. Mana tahlil qilingan bugun, aynan bugungi kunda mana shu biz bu tizim rahbarlari bilan gaplashib, kerakli yo'l xaritalarini tasdiqladik, ishlar boshlayapmiz. Eng asosiy sabablarga to'xtalib o'taman. Demak, hamkorlik. Profilaktika inspektori, mahalla raisi, uni barcha mahalladagi shu o'rinbosarlar, a'zolar, faollar, deputatlar, ko'cha boshchilari hamkorlikni to'g'ri yo'lga qo'ymaganligimiz. Ikkinchi, mana oilaviy nomirosalarga deymiz, oilaviy janjalkashlar bor. Biz e'tiborimizdan chetda qolganligi. Oldi berdi masalalar. Umuman jinoyat hech qachon o'zidan o'zi bo'lmaydi. Unga qasd sabab, qasd omil, qasd shart-sharoit bo'ladiki, jinoyat bo'ladi. Men qarang, birgina og'ir jinoyatlar agar hisoblasak, o'tgan yil 2 ta bo'lgan bo'lsa, bu yil 7 ta bo'ldi. O'z hisoblang. O'tgan 2020-yilda 2 dona jinoyat bo'lgan. Og'ir jinoyat. Bu yil 7 ta bo'ladi. Iqtisodiy jinoyatlarimiz. Ya'ni bu ham bittaga oshyapti 33%. Boshqa agar xizmatlar yo'nalishlarida jinoyatlarni tahlil qiladigan bo'lsak, 4 tadan 12 taga oshib ketyapti boshqa xizmatlar. Bu 200% ga oshdi. Jamoat joylarida sodir etilgan jinoyatlar 40% ga, 5 tadan 7 taga oshyapti. Ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar eng yomon, qarang. Ayollarimiz tomonidan sodir etilgan jinoyatlarimiz 3 tadan 8 tasiga oshib ketishiga yo'l qo'yilgan. O'rta og'ir tan jarohati yetkazish. Ya'ni Jinoyat kodeksining 105-moddasi 9 ta sodir bo'ldi. O'tgan yilda birorta ham bo'lmagan ekan. Endi o'g'irlik jinoyati 7 tadan 8 taga oshishiga yo'l qo'yilgan. Endi mana 109 deymiz. Jinoyat kodeksining 109-moddasi badanga yengil tan jarohati yetkazish jinoyati. 6 tadan 17 taga oshibdi. So'x tumanida eng biz qiynalgan o'sha nimamiz bizni qiynay ekan. Tan jarohat yetkazish bilan bog'liq jinoyatlar ko'paygan. Nohaq o'sha joylarda ishda to'g'ri tashkil qilinmaganligi, mahalla bilan keng jamoatchilik, profilaktika inspektori, boshqa mutasaddilar bilan hamkorlik to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi asosida Jinoyat kodeksining 109-moddasi o'rta og'ir tan jarohati yetkazish. O'tgan yili birorta ham bo'lmagan. Bu yil 9 ta bo'lgan. Yana qaytaryapman. Jinoyat kodeksining 109-moddasi esa bu yengil tan jarohati. 17 ta bo'lgan, o'tgan yil 6 ta bo'lgan. Hammasi tahlil qilganimizda bu oila turmush darajasida sodir bo'layotganligi. Aka-uka, er-xotin, qo'ni-qo'shni, qarindosh urug' tomonidan bo'layotganligi bizni juda ham tashvishga soldi. Shuning uchun batda hammamiz bu yo'nalishda jinoyatchilikni oldini olish hammamiz ishimiz ekanligini yana bir bor sizlarga eslatib o'taman. Endi prezidentimiz tomonidan o'tkazilayotgan o'sha barcha amalga oshirilgan islohotlarga
islohotlarda bitta maqsad. İnson qadri. İnson qadri bu juda katta tushuncha. İnson qadri u qanday bo'lishi kerak inson qadri? Uning manfaati. Mahallalarda jinoyatni oshib ketishga sabab bo'lgan 13 ta mahalla to'g'risida men sizlarga aytib o'tsam. Qallacha mahallada jinoyat o'tgan yil bo'lmagan, bu yil bitta sodir bo'lib, bittaga oshgan, lekin 100% oshgan. Oldin bo'lmagan, hozir bitta bo'lgan. G'azno mahallasida bitta sodir bo'lgan, o'tgan yil bo'lmagan. Istiqlol mahallasida o'tgan yil ham 5 ta, bu yil ham 5 ta jinoyat sodir bo'lgan. Nobod mahallasi 3 tadan 4 taga jinoyat oshgan. Oqto'g'ri mahallasida bittadan 10 taga jinoyat oshib ketdi. Hurmatli o'rtoqlar. Bu nima degani? Nimaga biz o'sha yerda jinoyatni avvalambor bu mana ham aytdim. Buni nimaga oldin bitta bo'lgan bir yil, bu yil 10 taga oshdi. 10 ta bo'ldi. Sababini o'rganib, mana biz bu narsaga e'tiborda qaratishimiz, bundan buyon jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha alohida chora-tadbirlarni ishlab chiqib, har bitta jinoyat bo'yicha mukammal buni oldini olish bo'yicha mukammal shug'ullanish, Oqto'g'ri mahallasini jinoyatdan xoli hududga aylantirish choralarini ko'rishimiz lozim va bu bo'yicha barcha chora-tadbirlarni ishlab chiqamiz 2022-yilda. Buni hali yakuni bo'yicha yana tahlil qilinadi. Endi Sarkanda mahallasida ham o'tgan yil bo'lmagan, bu yil 2 ta jinoyat sodir bo'lgan. Hazrat Ali mahallasida bu ham juda ham og'ir. O'tgan yil birorta ham jinoyatga yo'l qo'ymagan bo'lsa, bu yil 6 ta jinoyat sodir bo'ldi. 600%. O'tgan yil bo'lmagan. Bu jinoyatlar orasida tan jarohati ham bor, o'g'irlik ham bor, hamma jinoyat bor. Bulg'on mahallasi bittadan 3 taga jinoyat oshgan. Guliston mahallasi o'tgan yil bo'lmagan bo'lsa 2 taga oshgan. Bemursat mahallasida esa o'tgan yil bo'lmagan, bu yil yana 2 taga oshib ketishga yo'l qo'yilgan. Endi hurmatli sessiya qatnashchilari, hurmatli deputatlar, bu masalalarga jiddiy e'tibor berish, qaratishimiz maqsadiga bo'ladi. Juda ham jiddiy e'tibor berishimiz kerak. Endi sodir etilayotgan jinoyatlarda mavjudlarga aytib o'tdim, asosan oila turmush darajasida. Bu keng jamoatchilik faqatgina muhofaza qiluvchi organ ish bilan keng jamoatchilikdan hamkorlikda bo'ladigan, hammamiz bir tanib bir jon bo'lib ishlaydigan soha. Endi tumanda jinoyatchi va huquqbuzarliklarni oldini olish borasida olib borilgan ishlarni yanada jadallashtirish mahalliy hokimliklar, jamoat tashkilotlari va keng jamoatchilik bilan hamkorlikni yanada kechiktirib bo'lmaydigan tadbirlarni belgilashimiz zarur. Tumanda jinoyatchilik oshgan qizil toifasiga kiritilgan, kriminal vaziyati og'ir bo'lgan mahallalar va boshqa tumandagi har bir mahallalarga jinoyatchilik taxlidan kelib chiqib, boshqa turdagi har bir mahallalarga jinoyatchilik taxlidan kelib chiqib, jinoyatchilikni barvaqt oldini olish va uni yo'l qo'ymaslik, ushbu hududlarda barqaror vaziyatni ta'minlash borasida o'tkazilishi lozim bo'lgan aniq manzilli proyektlar va tezkor qidiruv chora-tadbirlarini amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritalarini ishlab chiqqanmiz. Bu mana biz mana shu oyni boshidan ishladik. Hozir mana amalga oshiryapmiz. Men o'ylaymanki, yil yakuniga qadar mana yangi yil bayrami yaqinlashib kelyapti. Yangi yil eshik kelyapti. Biz yana hamkorlikda bu masalada ham to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda yong'inni oldini olish, pirotexnika vositalarining noqonuniy kirib kelishi, sotilishi, saqlanishi, ishlatilishini oldini olish bo'yicha hamma chora-tadbirlarni ko'rishimiz kerak. Umuman barcha fuqarolarimizni xavfsizligi bilan, salomatligi bilan bog'liq bo'lgan tadbirlarni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Endi qarang, 2021-yil davomida o'sha FHDYO, ya'ni fuqarolar o'sha ZAKS deymiz, organlarda 447 ta nikohlar va bo'lgan bo'lsa, qayd qilingan bo'ldi. 101 ta ajralishlar ro'yxatga olindi. 101 tasi ajralish.
Endi bu rasmiy ajralish. Hali hammamiz bilamiz, So'x tumaniga mentalitetga xos, xususiyatga xos narsalardan bittasi bu hali nima deydi? Zakisdan o'tmasdan faqat shar'iy nikoh bilan yashayotganlar juda ko'p. Endi bulardan hisobni oladigan bo'lsak, nihoyatda bu og'ir holatimiz ajrimlar bo'yicha. Mana ayollar bo'yicha hokim maslahatchi boshlig'i barcha faol ayollarimiz, umuman hammamiz juda ham qattiq ishlashimiz kerak bo'ladi. Aholini agar ming aholiga nisbatan oladigan bo'lsak, 5,6 nikoh bo'lgan bo'lsa, 1,3 ta ajrimlar to'g'ri kelyapti. Ajralish bu rasmiy ajralish deb. Juda ham og'ir ahvolimiz. Bunga ajrimlar orqasida har bittasi mana jinoyatlarni kelib chiqish sabablaridan biz tahlil qilib ko'rdik. Nomurosa oilalarda ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalarda ularni murosaga keltirish, har qanday noxush holatlarni oldini olish bo'yicha juda ham qattiq ishlashimiz kerak bo'ladi. Hurmatli Prezidentimizning Yangi O'zbekistonda harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi sari ustuvor vazifalarini amalga oshirish natijasida eng oliy qadriyat hisoblangan inson qadri uchun shiori ostida tumanimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturi ishlab chiqildi. Tumanda kelgusi 2022-yilda ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'sish sur'atlarini bajarishi bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilib, tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish prognoz ko'rsatkichlari belgilab olindi. Jumladan iqtisodiy ko'rsatkichlarning yetakchi tarmog'i bo'lgan sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 134 milliard so'mga yetkazish, bu esa o'tgan yilga nisbatan 104,1% ga, qishloq xo'jaligi bo'yicha 542,7 milliard so'mga yetkazish, o'tgan yilga nisbatan 102,4% ga. Xizmat ko'rsatkichda 287,5 milliard so'mlik xizmatlarni amalga oshirish, o'tgan yilga nisbatan 124,6% ga, qurilish ishlari hajmi 136,9 milliard so'mga, ya'ni 106,1% ga bajarilishi rejalashtirilgan. So'x tumanida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, tumanda sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, oshirish hamda xizmat ko'rsatish sohalarini yanada rivojlantirish maqsadida 2022-yilda 39 ta investitsiya loyihalarini amalga oshirish yuzasidan loyihalar shakllantirib, dastur ishlab chiqilgan. 2022-yilga demak 39 ta investitsiya loyihalari dasturlari ishlab chiqilgan. Loyihalarni amalga oshirish uchun demak 124,1 milliard so'm, shundan 61,9 milliard so'm tadbirkorlarning o'z mablag'lari hisobidan 15,9 milliard so'm bank kreditlari, 3,400,000 AQSh dollari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va 775,000 AQSh dollari miqdoridagi xorijiy kreditlarni o'zlashtirish va bu orqali 395 ta yangi ish o'rinlari tashkil etish belgilangan. Loyihalar quyidagi yo'nalishda amalga oshiriladi. E'tibor berishlarini qarating. Demak, sanoat yo'nalishida 6 ta loyiha, umumiy qiymati 38,2 milliard so'm. Qishloq xo'jaligi yo'nalishida 12 ta loyihalar, qiymati 24,4 milliard so'm bo'lgan. Xizmat ko'rsatish yo'nalishida 21 ta loyiha, narxi demak 61,4 milliard so'm. Shuningdek, buni har bittasini o'sha loyihalardagi hisoblasak, mana sanoat yo'nalishi bo'yicha agar biz 6 ta loyihani amalga oshirsak, 73 ta yangi ish o'rni yaratamiz. Qishloq xo'jaligi yo'nalishida 12 ta yangi loyihalarimizni amalga oshirish bo'yicha 105 ta ishchi o'rin yaratiladi. Va xizmat ko'rsatish yo'nalishi bo'yicha agar 21 ta loyihalarni amalga oshirishimiz natijasida 217 ta yangi ishchi o'rinlar yaratiladi. Shuningdek, tumanda 2022-yil uchun byudjet daromadlariga 18 milliard 597 million so'm prognoz ko'rsatkichlari belgilangan. Demak, bu 16 milliard 737 million so'm hududiy soliq to'lovchilar
va 1,8 milliard so'm yirik soliq to'lovchilar hisobiga to'g'ri keladi. Aholi ehtiyojmand qatlamini qo'llab-quvvatlash, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha manzilli ishlashni tashkil etib, tumanda jami 268 ta oilani kambag'allikdan chiqaramiz. Shundan birinchi sektorda 6 ta mahalla fuqarolar yig'ildi 60 ta oilani. Ikkinchi sektorda 9 ta mahalla fuqarolar yig'ildi 88 ta oilalarni. Üçüncü sektorda 5 ta mahalla fuqarolar yig'ildi 48 ta oilani va 4-chi sektorda 7 ta mahalla fuqarolaridagi 72 ta oilani kambag'allikdan butkul chiqarish choralarini ko'ramiz. So'x tumanida 2022-yilda 3,5 mingdan ortiq yangi ishchi o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Bu orqali misol uchun g'alladan bo'shagan 200 gektar yer maydonlarini o'rtacha 10-50 sotixdan ishsiz 800 nafar fuqaroga 10 yilgacha muddatli ijaraga berish hisobiga 800 ta ishchi o'rinlari tashkil etish rejalashtirilgan. Mana 10 yilgacha mana bilasizlar bu masalada o'sha 10 yilga muddatga ijaraga berish tartibi chiqqan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-noyabr kunidagi meva savdochilik va uzumchilikda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishda dehqon xo'jaliklarining ulushini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 20-sonli qarorlar qabul qilingan. Bu qarorga ko'ra, demak, So'x tumaniga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 2022-2025 yillarda So'x tumanida jami 491 gektar, shundan 2022-yilda 200 gektar, 2023-yilda 156 gektar, 2024-yilda 93 gektar va 2025-yilda 42 gektar yer maydonlarini fuqarolarga 10 sotixdan 1 gektargacha bo'lgan o'lchamda ochiq elektron tanlovlar orqali 10 yilga ijaraga berilishi rejalashtirilgan. Bu ham mana inson qadri bo'yicha biz boshimizni o'sha chiqargan qarorlari 20 so'mlik to'qqa 20. Bu ham agar asl mohiyati inson qadri hisoblanadi. Tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari doirasida 35 ta yangi investitsiya loyihalarini amalga oshirish hisobiga 328 ta yangi ishchi o'rinlari tashkil etamiz. Yangi tadbirkorlik subyektlarini tashkil etish uchun hunarmandchilikni rivojlantirish hisobiga 500 ta ishchi o'rni tashkil etiladi. Endi hunarmandchilik ham keng ma'noda. Hunarmand agar So'x tumanida asosan bizda kasb hunar teo hisoblanadi, eng rivojlangan. Bizni agar bog'dorchilik mayli o'zligi, lekin urug'chilikda So'x tumani bu paytlar respublika eng yetakchi tuman bo'lgan. Urug'da hammasini boshqa joylardan kelib So'x tumaniga olib ketgan. Piyoz o'g'ini ham sabzi, boshqa bo'lgan. Yana birgina shu misol qilib ketyapman, lekin bunga aytadigan misollarimiz yo'q. Yani jamoat ishlariga 975 nafar ishsiz fuqaroni jalb etish hisobiga aholi bandligini ta'minlaydi. Oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida o'zini-o'zi band qilish orqali 1600 nafar aholi bandligi ta'minlanadi. Tumanda 205 nafar, shundan 180 nafar ayollar şu 205 dan 172 nafari yoshlarni tashkil etadi. Ayniqsa ayollar va yoshlarni kasb hunar tadbirkorga o'qitish orqali ularning bandligini ta'minlash choralari ko'riladi. Tuman aholisini asosiy daromad manbai bo'lgan qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish, aholiga qo'shimcha imkoniyat va yer maydonlarini o'zlashtirib berish maqsadida aniq hisob-kitoblar asosida So'x tumanida o'sha 2 bosqichli qaror nasos stansiyasi qurilishlari hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan 2020-yilda boshlangan qarorlar doirasida bu loyihani umumiy qiymati 92 milliard so'm tashkil etadi va buni
loyiha amalga oshirilishi shu natijasida suv nasosi demak sug'orish tizimini kafolatli amalga oshirish natijasida Qayrag'ov massivida jami 1448 gektar yerlar foydalanishga kiritiladi. Mazkur loyiha to'la amalga oshirilgandan so'ng Qayrag'ov massivida yangi o'zlashtirilgan yer maydonlariga resurs tejamkor texnologiyalarni joriy qilish holda hatto dorivor o'simliklar, jumladan pista, bodom, yong'oq va boshqa intensiv usuldagi olma bog'larini tashkil etish rejalashtirilgan. Asosan dorivor o'simliklar va tez daromad keltiruvchi o'simlik o'sha mahsulotlarda yetishtiruvchi narsalarni ekishni rejalashtirganmiz. 1448 gektar joyda biz hisobini qildik. U joyda hozir agar kooperatsiya usulida aholini jalb qiladigan 3000 ta oilaga biz u joylarda bo'lib berishimiz va 3000 ta oila deyapmiz. 3000 ta oila bandligini ta'minlashga erishamiz. Mana birgina misol, 1 gektar maydonda 625 ta pista ko'chatlar ekilsa, 4-5 yilda meva kiradi. Biz endi shuni 7 yil deyapmiz. 7 yil mukammal meva kiradi. 1 gektar joyda 625 ta pistani joylashtirdik, razmesheniya qilib, 4 ga 4 hajmda. O'rtacha hisobda, demak, 7 yil, 6 yil, 7 yilda bir tup pista 5 kilodan hosil bersa, 1 gektar joyda qancha hosil olamiz? 3125 tonna olamiz. O'rtacha 5 kilo, 10 kilogacha beradi. Endi biz buni juda ham oz miqdorda hisobladik. Misol 3000 tonna hisobladik, 1 gektarda 3000 tonna pista oldik. Pistaning narxi nechi? 100 ming. 100 ming emas, 50 mingdan hisobladik biz. Mana 50 mingdan hisobladik. 3000 tonnasi qancha bo'ldi? 150 million. 150. Xullas 1000 gektarni hisoblayapmiz, 1000 gektarni hisoblang. 1000 gektarni hisoblaysiz, mana hisobingizga yetmaysiz. 1 trillion 500 milliard pul topish imkoniyati bo'ladi. Agar biz 1000 gektarda hisoblasak. Men birgina misollar aytay. Shuning uchun 2022-yilda Jabboya massivida yana qanday imkoniyatlarimiz bor. Hozir bizda 14 ming gektardan oshiq hali o'zlashtirilmagan, halatga bir dehqonchilik qilinmagan, umuman qarovsiz yotgan yerlarimiz borligi aniqlandi. 14 ming gektar. Biz bu yerlarni o'zlashtirish hisobiga qanday nimalarni ko'rishimiz to'g'risida to'xtalib o'taman. 2022-yilda Jabboya massivida 3696 gektar o'zlashtirilmagan yerlarda yer maydonlarida o'sha biz hozir hisob kitob qilyapmiz. Bu 3696 gektarda bosqichma-bosqich reja asosida 1000 gektar joyda har 1 gektarini bitta fuqaroga berish orqali u gektar joyda mana kavrak o'simligini ekish va u orqali daromad ko'rish maqsadini qo'yganmiz. Bu joylarda kavrak o'simligidan tashqari dorivor boshqa ekin turlari ham ekiladi. Men endi kavrakka to'xtalib o'tganim, har bitta o'sha 1 gektarda 10 sotoliq issiqxonasi bilan mana hozir biz buni boshladik. Namuna uchun men sizlarda oxiriga yetganda hozir bittasi yakunlandi, yana 3 ta qo'yamiz yoniga. Hammani taklif qilaman, borib ko'rasizlar. Buni yetish orqasida 1000 gektarda 1000 ta oilani yana jalb qilamiz. 1000 gektar hisobiga. Keyingi yillarda yana bosqich ketamiz. Endi fuqarolar byudjeti doirasida aholini eng dolzarb masalalarini hal etish uchun tumanda kamida 5 milliard so'm mablag' ajratish amaliyoti joriy etamiz. Fuqarolar byudjeti doirasida aholini eng dolzarb masalalarni hal etish uchun tumanga kamida 5 milliard so'm mablag' ajratish amaliyotini joriy etamiz. Tumanda 2022-yilda jami 7,8 milliard so'm 20,8 kilometr ichki yo'llar ta'mirlanadi.
tuman bo'yicha ikkita obyektda 16,8 milliard so'mlik irrigatsiya obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshiriladi. Kelgusi yilning o'zida So'x tumanida ichimlik suv ta'minoti 100% yetkaziladi. Buning uchun 30 ta suv inshootlarini qurish va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilib, 274 kilometr ichimlik suv tarmoqlari qurilishi ko'zda tutilgan. Elektr energiyasi ta'minotini yaxshilash maqsadida 14 ta transformator punktlarini hamda 44,1 kilometr uzunligidagi elektr uzatish tarmoqlari tortiladi. Maktabgacha ta'limda bolalarning qamrovini 80% ga yetkaziladi. Tumandagi Sohibkor mahalla fuqarolar yig'inida 2 ta, Sebzor, Qaqir va Chashma mahalla fuqarolar hududida bittadan oilaviy nodonlar ta'lim tashkilotlarini tashkil etish orqali 125 ta yangi ish o'rinlari tashkil etiladi. Chashma qishlog'ida 150 o'rinlik davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilishi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori bilan tasdiqlangan 2022-yil investitsiyalarga kiritiladi. Jamiyat boshqaruvining tayanch bo'g'ini bo'lgan islohotlar samarasini bevosita aks ettiradigan mahalla tizimini hokimligi bilan bog'lash maqsadida tumandagi 27 ta mahallada hokim yordamchilari joriy etilgan. Mana sizlar bilasizlar, mana tizim o'zgaradi. Hokim yordamchilari kim? 2022-yil 1-yanvardan boshlab hokim yordamchisi lavozimlari mana tashkil etildi. Bunga mana hozir tumanimizda 27 ta iqtisodchilar, ularni asosan shundan 9 tasi rahbar, qolgani ham mana bo'lim boshliqlari bor, sho'ba boshliqlari, bosh mutaxassislar ulardan iborat bo'lgan 27 ta nomzod tanlab olindi. Hozir ularni o'qitish ishlari amalga oshirilyapti. Endi bu nima uchun qilindi? Prezidentimizni 2021-yil 3-dekabrdagi mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish maqsad qarang. Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatini ustuvor yo'nalishlar to'g'risidagi PF 29 sonli farmonlari qabul qilindi. Mana shu farmonni ijrosini ta'minlash doirasida 27 ta mahallamizda shu hokim yordamchilari lavozimlari ta'sis etildi. Endi bu hokim yordamchilarini asosiy qiladigan ishi qarang. Bundan keyin mana tuman edi, endi mahallaga tushdi. Mahalladan xonadonga tushdi. Xonadon boy. Qarang, o'zi farmonni mazmunidan mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish. Nima maqsadlarda bu farmon chiqadi? Endi bu farmonni ijrosi bo'yicha mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatlarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida prezidentimizni demak 3-dekabr kundagi o'sha farmonini bo'yicha qarori ham qabul qilingan. Bu 31-sonli qaror, bu ham 3-dekabrda qabul qilingan. Bundan maqsad endi har bitta mahallada iqtisodchi mahallani ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ish olib boradi. Uni asosiy vazifasi mana o'zi farmonda o'zi ham yozib qo'ygan. Tadbirkorlikni rivojlantiradi, kambag'allikni qisqartiradi va aholining bandligini ta'minlaydi. Shu yo'nalishda ish olib boradi. Endi hurmatli sessiya qatnashchilari, hurmatli deputatlar, bu ishlarni har bittasini ostida negizida bitta narsa inson qadri, inson manfaati yotganligini hammamiz chuqur anglab turibmiz. Bunda hokim yordamchisi yangi ish o'rinlarini yaratish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha mas'ul deb bilgan mahalla raisi nima qiladi? Mahallani raisi umuman
ma'naviy, ma'rifiy ishlar bilan. Mana ajrimlar to'g'risiga gapir. Bu ajrimlar bo'lyapti. Bu oilalarni mustahkamlash bilan shug'ullanadi. Bu yilda qarang. Ajrimi ko'p bo'lganligi tumanimiz nihoyatda bir judayam bir nimaga solib qo'ydi bizni. Endi hurmatli deputatlar, hurmatli faollar, yig'ilish qatnashchilari, birgina hurmatli prezidentimiz tomonidan aytilgan iboralarni islohotlarimiz samarasini har bir inson, har bir oila o'z hayotida his etishi kerak. Buning uchun biz ishlashimiz kerak. Oldimizda hamma loyihalar bor. Yo'l harakatlari tasdiqlangan. Investitsiya bo'yicha mana nima ish qilamiz? Qaysi 36 ta investitsiya loyihalarini amalga oshirish choralarini ko'ramiz. Baliqchilikni rivojlantiramiz. Baliqchilikni rivojlantirish bo'yicha mana bu teolarga deyman. Baliqchilik eng katta teo degan bu o'suv nuqtasi. Baliqchilikni sinadik, yaxshi bo'ldi. Aytdik, 44 joydan 11 tonna baliq olyapti. Demak, biz buni hozir boshladik. 2022-yilda buni juda ham bir rivojlantirib, mana baliqchilikni o'zimizga umuman tumanda ehtiyojni qoplaydigan darajaga olib kelamiz. Baliqchi yo'nalishda. Bilasizlar, shu kungacha asosan baliqni o'sha viloyatimiz markazidan olib kelinadi. Endi biz o'zimizda ishlashimiz. Keyingi men bekorga aytganim yo'q. Qayroqdagi 1448 gektarda 3000 ta aholiga 3000 kishi kooperatsiya usulida dehqon xo'jaliklarni tashkil etish umuman o'sha bo'yicha bo'lib beriladi. Bu ham o'sha belgilangan tartib asosida qonunga muvofiq tashkil etiladi. Va buning natijasida mana qisqa qilib aytib bergan qanaqa natijalarga erishishimiz. O'zlashtirilmagan yerlarda o'zlashtirish hisobiga. Mana har bitta xonadonda kambag'allikni qisqartirish, umuman har bitta mahallada kambag'allikni qisqartirish bo'yicha 100 tadan parranda o'sha to'g'ri berish, qo'yanchilikni rivojlantirish. Mana bu 27 ta mahallaga ajratilgan hokim yordamchilari o'ziga biriktirilgan mahallada mana endi qattiq ishlaydi. Nimalarga e'tibor beradi? Har bitta mahallaning o'ziga yarasha xususiyati bor. Misol uchun oladigan bo'lsak, Devaran mahallasini olaylik. Qanaqa xususiyati bor? Qanaqa imkoniyatlar bor? Birinchidan, mana tekstil fabrikasi mana qariyb 2 yildan beri samarasiz, to'liq ishlamasdan, to'xtalib, umuman ishlamasdan bankrot holatiga keldi. Buni hozirgi kunda viloyatimiz hokimi tashabbuslari bilan hozir balansga olindi. Kecha bir hafta oldin biz yangi ishlab chiqarish korxonasi tashkil etdik. Hozir 300 ta ayolni ish bilan ta'minlash imkoniyati bor. Hozir ish boshladi, 50 ta ayol keldi. Mana 250 ta ayolni biz yangi ish o'rinlariga, asosan tikuvchilik buyurtmalarimiz bor, ish hajmi bor, qabul qilinadi, sharoitlar beriladi. O'sha issiq ovqat boshqasi ham hamma sharoitlar qo'yiladi. Mana bittasi shu, o'suv nuqtasi, o'sha Devaran mahallasining. Ikkinchisi nima? Asalarichilik rivojlangan. Uchinchisi sholichilik. Har bitta mahallada o'zini shunaqa o'suv nuqtalariga e'tibor berib ishlar olib boriladi. Hurmatli sessiya qatnashchilar, hurmatli deputatlar, demak, So'x tumanida viloyat miqyosida eng oldingi o'ringa olib chiqish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Prezidentimiz tomonidan So'x tumaniga berilgan e'tibor va g'amxo'rlik bizga kuch-quvvat va qanoat bag'ishlaydi. Mana ishonchim komil, bu islohotlarda amalga oshirishda albatta sizlar bilan birga bir yoqadan boshqa birgalikda ish olib boramiz. Mana muntazam parvozlarda yo'lga qo'yilishi, aerodromni ochilishi, bu ham birgina So'x tumanida amalga prezidentimizni 2020-yil 8-avgustdagi 2020-2021 yillarda So'x tumani ijtimoiy iqtisodiy kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari
to'g'risidagi qarorni ijrosi doirasida amalga oshirayotgan ishlarda agar biz sarhisob qilsak qancha keng hajmlar ishlar amalga oshirayotganimizni anglab yetamiz. Shuning uchun men ishonchim komilki, islohotlarga xalqoq bo'lgan mehnatkash xalqimiz va har bir sohaga mas'ul bo'lgan rahbarlar bilan birgalikda bor kuchimizni tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha belgilab olingan chora-tadbirlar va vazifalarni amalga oshirishga qaratamiz. Hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya qatnashchilari, so'zimni yakunida qalbimda, yuragimda bo'lgan ezgu tilaklarni izhor etmoqchiman. Hammamiz aziz va mo'tabar vatanimiz hamisha tinch, osmonimiz osoyishta bo'lsin. Xalqimizning baxt iqbolini, omadini bersin. Barchamizga sihat, salomatlik, oilaviy baxt, yangi yutuqlar va zafarlar tilayman. Mana kelayotgan yangi yillar hammaga qutlug' bo'lsin. Bayonda shoirlar borki, ulug' va pok niyatlarimizni amalga oshirishda albatta Yaratganning o'zi madadkor bo'lsin. Rahmat.